Ertalabdan podvoldan bonkalarni olib chiqib, mazali nonushta tayyorladim. Zavtrakdan so'ng qizimga ushbu vitaminlarini berib, o'zim ham vitaminlarimni ichishni unutmadim. Bugun yakshanba dam kuni bo'lganiga qaramay, biz oilaviy kompot yopishga qaror qildik. Har yili 10 litrli bonkaga kompot yopamiz va shu bizga ham qishga ham bahorga ham yetadi. Aslida esa bonka yopishlarni men kelin bo'lib tushgan joyimda o'rganganman. Lekin esa bir o'zim yopmayman, bu jon bosh bo'lib o'zlari hammasini qiladilar. Biz esa faqatgina yordam beramiz. Bonkalarni tayyorlab buvijon, dodajon va xo'jayinimga shunaqa добротный ro'zg'or qilib kelishdi va уже tushlik vaqti bo'lib qolgani uchun xo'jayinim bizga qo'llarini o'ynatib shunaqa mazali kartoshka bilan jigar qovurib berdilar. Barchamiz yig'ilib oilaviy tushlik qilib, bonkalar yopish harakatini boshladik. Eng uzoq va qiynalgan ishlardan biri bu olchani danigini olish va smorodinani tozalash bo'ldi. Orada esa o'zimizga kompot qaynatib qo'ydik va buvijon bilan bonkalarni yopishni boshladik. Shu paytda qaynisinilarim Oyijon boshida murabbolarni yopishayotdi. Bizani uyimizni oltin qoidasi. Agar uyda biron ish bo'lsa, buni butun oila bilan bajaramiz. Shunda ishimiz tezroq tugaydi, samaraliroq bo'ladi va eng muhimi oilaviy munosabatlarimiz ham mustahkamlanadi. Kimga maza, shu qizimga maza bo'ldi. Biz ish bilan ovora bo'lgan paytimizda qo'li yetgan mevalarni olib yeb yurdilar. Barcha ishlarimizni tugatib, kechasiga oilaviy sayrga chiqdik. Ko'chada ujin qilib, rasa charchab uyga ham kelib oldik. Va shunaqa yoqimli serialim bilan kunimni ham tugatdim.